Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyadası da Kacirozi. Washington'dan sözleyimiz bugünkü istağış 2020 yıl. 10. ayının 4. günü haftaki yakşembe. Vaziyet cihetin eysak belki en ciddi vaziyettir. Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Trump efendi Xitay bürosu yani jukumluk bürosu bilen jukumlandı hazır doktorxanada. Aksaray'ın doktoru yaka Prezident Trump'ның doktoru Colin. Sen Colin şunday dedi ki prezidentның ahvali yaxşı. Mana bu vaziyet vatandaşlar. İkinci xil vaziyet hazır Asiya yoki Avrupa'daki ziyaretini ahırlaştırıp Asya'daki ziyaretini başlaş arpsada yoki başlagan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlarının davlat ishlar katibi hazır Mongoliyani ve Koreyani ziyaret qilishni amalda qoldirdi hisobda. Bu xabar Amerikadagi torbetlerden kelmedi. Bu Xitoyning Douyi torbetidan keldi. Ben şuna sizlarga meki işçide bu xabarni yetkazdim vatandaşlarım. Bugün vaziyetning en asosli yuzlanishi Prezident Trump'ning doktorxonadagi ahvoli yaxshi. Shuningga munosabatli leksiyalarni bugun sizlarga so'zlaymiz vatandaşlar. Birinchi mavzu mundaq. Prezident Trump'ga diagnoz qo'yildi. Amerikaning siyosiy yo'llari birdak Jungo Kompartiyasini ayblab, biologiyalik qurollar bilan hujum qilish, Amerikada o'tkaziladigan cho'ng saylamga aralashish. Mavzuli xabar 10 ayning 3 kuni Shangang yana Hong Kong olma gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Prezident Trump diagnoz qo'yilib, o'pka yollig'i. Yaqindan beri Prezident Trump Jungo'ning jukumliq virusga qarshi tadbir qo'llanishi yetarli bo'lmadi deb ayblagan. Shunlashqa Prezident Trumpga qo'yilgan diagnoz oshkorlangandan keyin Jungo'ning torbetlarida jungoliklar buni tabriklab davlat bayramimizga berilgan sovg'a deyishdi. Bunun aks tarafida Jungo matbuotları bekle tüven muqamda gap qilishdi. Nurg'ulg'an Amerikalik siyosiy yo'llar mushu paytda tig'uvchini Jungoga qaratib, Jungo juqumliq virusni bizning prezidentimizga yuqtirdi. Buningga javobgar bo'lishi kerak deyishdi. Ve yana Jungo Kompartiyasi juqumliq virusdan foydalanib, Amerikada o'tkaziladigan cho'ng saylamga aralashdi deb tasvirladi. Prezident Trump'ga diagnoz qo'yilgandan keyin Amerikaning siyosiy yo'llari arqa-arqadan Jungoga zarba berish to'pi atdi. Cumhuriyetçiler Partisining mansubi senator Kelly Loeffler Cuma günü Twitter'da fikir kaldırıp mundaq dedi. Jungo juqumliq virusni ahiri bizning prezidentimizga yuqtirdi. Biz ularning yani Jungoning javobgar bo'lishini talab qilamiz. Prezident Trump'ning saylamga pul to'plash guruhining boshqaruvchisi Blair Brandeb mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi bizning prezidentimizga biologiyalik qurollar bilan hujum qildi. Avam Palatası İstihbarat ve Terrorizmga qarshi turish guruhi komitetining a'zosi, Cumhuriyetçiler Partisi mansubi Mark Walker mundaq dedi. Jungo hozir Amerikada o'tkaziladigan saylamga aralashdi desak, to'g'ri bo'lganlikdir. To'g'ri bo'ladigandir, kechiringlar. Prezident Trump yaqinda Jungo'ni izchil ayblab, Jungo juqumliq virusni keltirib chiqardi. Prezident o'tgan oyda ekranga o'tkazilgan saylam munozarasida yana ayblab Jungo'ning xatosi degan edi. Ham biron texim ilgirlagan holda Xitoy virusi deb atagan edi. Shunlashqa Prezident Trump va birinchi xonimga diagnoz qo'yilgandan keyin
nurgulluğun cünguluklarının gülü qaqaları açılıp gitti. Bu cünguğu hücum kılgallıkның cezası deyişti. Hatta bazı cünguluklar jukumluk virüs en ahırkı turalgısını tepip aldı deyişti.